insonlar uchun eng muhim bir fazilat. O'z manfaat uchun boshqalarni qaqsoqlik qilish insoniyat axloqiga yot keladigan, intayin qamlashmagan numussiz qilmishdir. Shunga ko'nalar yog'och qozonda bir qitim osh pishidi degan. Xo'sh, hurmatli Navro'zaklar, endi ko'ngil o'ziringlar sundiqimiz etut yog'och qozonda osh pishmas. Avtori ataqliq komediya artistimiz Abdukim Kalkun, sahnada ataqliq komediya artistlarimizdan Abdukim Kalkun, Hoshur qari Abduqiyum Muhammad. Marhamat. Ha bo'ladi. Ma'qul. Maqaranlar, o xaridorlar yomon oldirtibdi. Malni vaqtida selib etinglar. Ha. Ma'qul. Ammo sifatga cho'qim kafolatli qilmasanglar bo'lmaydi, ha? Xo'sh. Men birozdan keyin yetib boraman. Xo'sh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Qani o'tiringlar. O'tiringlar. Siz mushu Gullallar shirkatining bosh direktori Gullallar Jangu deymi, ha? Shundoq. Qaraganda bu odam shu naqla Gullallar xondan tali shu. O'zidak o'tirlar. Shu. Men Gullallar zavodida ishlayman. Mening ismim Gullallar xon emas. Gullallar degan bizning zavodning ismi. Ha, shundoq. Mushu zavodinglar Gullallar degan ismni bak isil tanlab kelsizlar juma. Mushu Gullallar degan podshoning xonishi degan gap bu yoqda. Mening sho'g'anda mushu hozirgi zamonga moslashtirib, mushu Zungtungning xonimi deb ism qo'ygan bo'lsa ham yaxshi bo'lar ekan. O'zi biladi. Ha, o'zi biladi. Qara, bu kishining chiroyidan xuddi Gullallarnikidek par nur yog'adi ekan, ha? Qiziq gap bo'lib kelsa, bu kishi har kuni Gullallar markalik yuz so'pini bilan yuzini yuvib, Gullallar markalik qilib yuzmay bilan yuzini maylab turgan ekan, par qilmay nur yog'may to'pi yog'di. Shunday. Mushu yaqinda qarslar. Mus sizlarningki Gullallar shirkatining bir yurish girimlarini onikamga sovuq qilgandim-da. Onikam bir hafta ishlab kelgan, mush qizdek bo'lib ketib, olay deb uyga el chiqarib qaradi. Ayda oldu qaradi. Ey! U qanchalik kishida mening dadikam 90 yosh kirdi. 90 yosh kirib, bir tog' tishimi qamg'a odamga bizim bir yurish mushu Gullallar chipasi deb bergan toq, osh edim chipasini endi og'ziga egil jamonlar 32 kishi biraqlasni kelgan. Zimmasida. Shuni bilan bog'i, u odam hozir mushu shu uruklayap 3 kishini qat chaqib meg'zniyati. Ko'rib ketdi, qara. Efendiler, yaman qiziq gap qiladi ekansizlar. Voy? Yo'q. Biz qiziq gap qilmadik, biz rost gap qilyapmiz, rost. Ha, biz qiziq gap qilmadik efendim. Biz amaliy pokit so'zlaymiz. Shunday. Xo'sh, bugun meni izlab kelishingizda biror ishinglar bormi-ku? Endi boshqa ish yo'q, qarslamda. Anglasak mushu sizning shirkat Shinjongdagi dunyo bo'yicha eng cho'ng shirkat ekan, ha? Zavod shunda. Cho'ng zavod. Bizning zavodimiz dunyo bo'yicha eng cho'ng zavod bo'lmasa-mu, mahsulotlarni o'zimiz bir qo'lliq ishlab chiqaryapmiz. Men anglashimcha, sizlar mushu zavodinglarga ichkirdinalik mahsulotlarni yo'tkab ekilib, ularni men Shinjongga kelgandiki, uni qap yasab, musulmoncha degan xatni choplab qo'yib, xalqlarni oldirmaydi ekansizlar. Shundan. Biz pokiz, ishonchlik, halol xom ashyolarni ishlatib, mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Mana, rost gap qildi. Mushularning girim buyumlarini ma'qu. Shunchalik isil pokiz mahsulotga hatto yesin bo'ladi. Etgan rasman. Bularning aliqi yüzmaydim bir qutini ichib, etganlik nashtuda nonni sukatsiz yegandim, qaymoqni tatib ketib, ha? Agar bularning ustunlari bilan aytgancha aytadigan bo'lsam, chaqchig'inglar sal eshib ketdi-ku deyman. Yo'q, chaqchaqmidi? Bizning Gullallar zavodi asosan biz pardoz buyum ishlaymiz. Bu pardoz buyumini yigil olmaydi. Biz musulmonchilar xit olganki, yavrib chiqaramiz.
Eşim bo'lmaydi, eşim bo'lmaydi. Biz gapiramiz. Qarang. Anlasak yana bir shundoq bir esil gap mangladik. Bu sizning sheriklaringlar 300 ming odamni ish qo'rlashtirib, nayt savobli ish qilibsizlar, ha? 300 ming emas. 1-200 odamni ishga o'rinlashtirdik. Ha, bu mu cho'mish? Kelgusida taraqqiy qilib qolsak, 3-400 ming odamni ishga o'rinlashtirish orzuyimiz bor. Mana bu yüksek arzuning o'zi necha million odamni ishga o'rinlashtirgan bilan barobar degan gap bor. Esil ish bu. Enta esil ish bu. Efendiler, mening biraz ishim bor. Gapinglar bo'lsa, uchiq davasan. Endi boshqa gap yo'q. Rast gapni qilsak, bu ishimiz yaqinda quriladigan yer shari e'lon san'at shirkatining direktorlari bo'lamiz. Endi mushu sizning xizmatchi. Bu shirkatlarning nomini anglab, alohida ziyorat qilgani keldik, shundaymi? Shunda. Agar biz mushu pulni chiqishib qolsak, sizlarning zavodni bir tashviq qilmoqchi. Shunda. Qarang. Mushu hozirgi bu dunyo raqobat dunyosi. Shuning uchun biz mahsulot ishlashdan mahsulotni tashviq qilganimiz yaxshiroq. Shunda. Mush tashviq muhim. Qaraganda mushda qarasak, sizning bu zavodning mush tashviq ishlari sal ajlab qolgandek qildi. Shuni biz qarliqa turib, sizlarning zavodning tashviqotini bir aqli ko'taraylik deb o'ylab keldik. To'p qo'shaylik. Yaxshi ko'ngilinglarga rahmat. Yaxshi ko'ngilinglarga. O'tiray. Biz zavodimizdagi mahsulotning sifati bilan bo'lib ketib, e'lon tashviqot ishlariga ancha ko'ngil bo'lmagan bo'lsak kerak. Mana. Men o'ylagandek ish bo'ldi. Bunday qilsak bo'lmaydi. Bu 21-asr. Shuning uchun biz inovatga pul xarjlab, mablag' solmasak, jamiyatning oxiri qolamiz. Shu. Mana mushundaq deb ustozimiz bizga o'rgatgan. Biz keng xaridorlarning bizni nazorat qilishini, ham sizlarning yo'l ko'rsatishinglarga muhtoj. Endi rost gapni qilsak. Mana bu ishimiz 2 yildan ortiq nayt qalliqa turib, sizning sheriklaringlar uchun davr bo'lg'uch bir e'lon santishlab keldik. Shunaqmi? Rost gap qilsak, biz sizni boy qilmoqchi. Boy qilib o'tmoqchi. Yaxshi bo'pti. Bu intayin yaxshi bo'pti. Sizlarning plan loyihalarni bir ko'rib baqsam bo'ladimi? Buni ko'rsak bo'ladi, lekin endi oldi bilan bahosini kelishib olsak bo'larmiki deyman. Chunki hisoblik do'st ayrilmas degan gap emas, shundaymi? Tamoman to'g'ri. Chunki tamoman to'g'ri. Ha, shunday. Tamoman to'g'ri. Agar sizlarning taklifinglarni bizning zavodimiz qabul qilib qolsa, bu jihatdan sizlarni xotirjam qilamiz. Buningdan ansirmasanglar ham bo'ladi. Hasta, bizning bu taz nesidin ta'limimiz yo'q-da. Bo'pti, baykamni o'zini bir qilammiz ya. Shunda qanday qilsak bo'ladi? O'zimizning ish emasmi? Ha? O'zimizning ish. Bo'pti, anglab baqsin. Undan saqlang, ha? Anglab baqsin. Boshlandik. Boshla. To'xta. Ha? Muzika. Taran tararararan Çiş pastisi. Misli altın kılıdı. Tuğumu serek işlerin bu pastada külüdü. Çiş pastisi. Namın her yan gitidu. Bir tavşın bombasa Zusan ming tav çıkıdı. Makmaklarının kısım güllerle çiş. Bu tish pastasi, ma tishni asraydi, o tish chiqamaydi. Bu bak muballig'a bo'lib ketibdi-mi qanda? Qarang, hozir qapoq pul emas, barang pul. Shundoq. Bizga ustozimiz aqlli odamlar mushu barangni pul qila oladi deb o'rgatgan. Boshqa loyihalar bo'lsa-lar bor. Yana ikkinchi chash. Ikkinchi qaysi? Chash. Diqqat qilamiz, boshla. Turar beshim taqrab may qapoqning cho'ngidek. Bu so'punni ishlatsan, chiqar chash qo'y jungadak. İşletkin bu sopunni yok keşinga kaş çıkar. Çınılgıdak sap taz beşinga kerpidak çak çıkar. Haynek başının kuyası güllerle taş sopunu. Bulan ki. Ma levsuruk hakkında planınla yok mu? Bak.
Bal ne surak kıdım bak. Ne surak? Anlat. Ne surak? Ne surak? Kıt üçüncü. Üçüncü. Ha? Kıp-kızıl gül hunçisi qishni mu yaz qiladi. Doğruday kalpik bo'lsang-mu, lav suruq saz qiladi. Ölük sürse lev suruq kunni ko'rgin keladi. Ejiyip kelsa oldimga mingni so'ygim keladi. Tariqlar jinnimu gullarlar so'yki. Buna bagada. Bulandiki. Bo'lmago. Bu hammani bu she'r qo'shaqda qilmay. Mandaq bir 2 oylik e'lon loyihalar yo'qmi? 2 oylik. 2 oylikning anglovchi bor. Ha? Ha, zakat qilib baqman. 2 oylik. 2 oylik. Enaqa. Anaqa. Başla. Pasti almasang, lak. Enaqa dedim. Anaqa. Pasti setib al, kunduz o'sang qo'ramas, akil balangni so'ysang og'zing puramas. Da, şuyma. Pasti almasang og'zing puraq chachidi, akil balangni so'ysang jiroq qochidi. Ya, şuymayman, şişkin. Şuymayman. Yani bu şarda balı büyüştüm kupede de tağımı tağ, bağımı bağ, bederi kaçırdı. Bada balını koğlaydı. Şu çağda ana bir taksının şirketinlerinin pastisini iyilik taklattırdı. Vuy, dadisi, işimizi çötkülelim. Asman çıkıp atkan bu pastini dada kapı tutu da ağzını çötkülaydı. Bunu köygen balışı ağzısı örülüp dadısı tek etilip baradı. Oğlum! Da. İnatlıkның elçi, güllerle çiş pastı. Bana hikaye diyen bana. Ha buldu da. Yeni bu, yeni. Hey. İntay yeni. Bu tish pastisining eg'izni xushpurak qiladiğini ras. Ammo bu büyüştiki balning o'rnidan dars turib taqma-taq, bag'ma-bag jugagini bu bak mubolag'a bo'lib ketibdi. Mana amaliroq bir ish qilmamsizlar. Fantaziyalik Mava bu. Bu degan e'lon. E'lon biraz amaliyotga uyg'un bo'lish kerak-da. Boshqalar yanlar o'z ko'rib boqay. Yaxshisi, girim buyumlar haqida bo'lsin. Yerim buyumları mı? Ha. Ha, buludu ha. Yerim buyumları başlayın ha. Akşam değişken. Ha, buludu. Akşam değişti koy. Urne. Urni haşamatli bir uy-jultuzluk mehmanımız. Tazlık uyda kelişken bir jigit sizlarning pastanglarda shili gach yuydi. Uning tishlari lap aqirdi. Jigit aynak shunda qaraydi da meyg'ida kulib qo'yib zalga chiqdi. Zalda 18 yoshli chiroyli bir qiz, paridek bir qiz, hech kim qaramay mag'rur o'ltirdi. Jigit qizni ko'rib, yuragiga lappi o'tishida qizining qishig'i tang'isi o'ynashni mangadi. Tarak. Marhamat. Siz to'liq go'zal ekansiz. Maqtag'aningizga rahmat. Yüzünüz g'uljini olmisirak. Yüzünüz shirmandandek baqiroq. Sho'xlidek qizil. To'lin oydek nuron ekan. Rost gapni desam, men sizni bir ko'rib oshiq bo'lib qoldim. Sizning loyihangiz bormi? Yo'q. O'lib ketdi. U qachon o'lib ketgan? So'ravransiz o'lib ketdi. Rostbek yaxshi bo'ldi. Endi yaxshi bo'ldi. Unda ishimiz to'y qilaylik, bo'lamdi? Bo'lmasmikin? Yaqinda ketib qolishi mumkin. Nega? Oliy maktabga ketamsiz? O dunyoga. U adabsizlik bo'lsin so'raysiz, qancha yoshga kirdingiz? 70 ga kirdim. Nima? Bugun mening eng kichik nevramning sunnat to'yi. Qarsam siz alayda kelib meni taklif qilgandingiz, muhim gap o'xshaydi deb qo'pdim balam. Hargiz tushunmayman. Siz 70 yosh chiqgan qari qanday o'rnidan chiroyli turdingiz? Men tushunmayman. Ishining balam. Chunki men har kuni gullarlar girim buyumlarini ishlataman.
mo'maylarni qilsam, gullarlar girim buyurdi. Qanday ma'qulki? Bo'ladiki. Maylarmi bo'lar? Hey, bo'lmasam bo'lmaydimi? Abi, 2 oy to'qi desam, shundaqmi to'qimsizlar? Ha? Hey, bizning 70 yosh kirgan opillarimiz, mo'minlarimiz nada girim qiladi? Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Qarang, ma bu degan, ma qarang, ma. Bo'ldi. Yana bir safar. Naqshla. Voy, bo'ldi. Yana. Boshla. Boshlandoq. Boshlaydi. Sopini yo sopini, gullarlar sopini. Qilib yetar oq terlik nigirlarning yuzini. To'qlarning shoyisan, rad qildi mardmu. Ishlatinglar ey do'stlar, oylar o'satmu. Sopini, gullarlar yuz sopini. Gullarlar yuz sopini. Gullarlar yuz sopini. Ha bo'ladi. Ishkinglarmi, tepinglar, saqchipazlar to'pini. Saqchipazlar to'pini. Oxirni o'zgartirib aytdingiz, bunda emas u. Hey, bu bizning shirkitimiz sizlar degandek bunda ko'ptirma, yolg'on ilonlar bilan xaridorlarni aldashni numus deb bilamiz. Biz mana o'zimizning markasini qo'g'dimisak bo'lmaydi. U numus deb bilsanglar, boshqa markaga almashtirib ishlatayvermamsizlar. Shundaymi? O'xshash bir mahsulotga markalarni almashtirib qo'yapti. Setaverdi ekan-ku. Uchiq qo'nda adam. O'zining mahsulotiga ishonchi yo'qlar, kunda bir marka almashtirib, mana xalqimizni aldayapti. Ancha maqtab qo'ysak bu odam mas'uliyatdan ishonchimi yo'qmi nimda xapalaydi odamga? Shu, yuriki pok o'xshaydi. Shu. Sizlar obdan quloq solib anglab qilinglar. Bizning gullallar zavodimiz ishlab chiqargan mahsulotni xalqimiz yoqtirg'achqa, hozirgacha ularning ishonchiga erishib kelyapti. Bizning girim buyumlarimiz hargiz paynak boshqa chat chiqarmaydi, tomoqqa tish chiqarmaydi, o'likni tirildirmaydi. Samimiy bo'lish, amaliyatchil bo'lish bizning shirkitimizning tip mezoni. Qaraganda siz pul topolmag'daysiz. Mana inovatga mablag' samagan odam aman vayron bo'ldi. Vayron bo'ldi. Rostchillar aman gullanadi, saqchipazlar aman shallanadi. Shunga biz taraqqiy qilaveramiz. Taraqqiy qilaveramiz. Rost gap qilib taraqqiy qilaveramda, bayroq qilaveramda, nom chiqaramda. Hargiz bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi. Sizga deb qo'yay. Ha? Aqlliklar shallanmaydi. Rost gap qiladigan sadda do'tlar shallanadi sizga deb qo'yay, ha? Nayt, to'g'ri dedingiz. Undaq bo'lsa, men sizlarni shalladim. Shalladim. Bizning shirkitimiz ham xalq sizlardek saqchipazlarni shallaydi. Ha, rostchillarni tanlaydi. Efendiler, mening ishim bordi. To'liq meni avar qilmay, eshiginglar to'qiq bo'lsa, eshik ana oyoqda. Marhamat. Qanday gap bu? Shazgikaga mehmonni qo'g'laydigan juutgina, juut. Juut? Ha? Juutmi? Juut. Biz juutgan. To'g'ri. Juut. Hey. Mushuni vaqo. Mush halol haram masalasida buni chatak vadik turdi meningda. To'g'ri. Biz buningki mushtarpin tutib turib, biroq ses ketaylik. Sestayli, to'g'ri. Sestayli. Odam. Bu vaqo. Mush maylarga ishning meni ishlatadigandak turdi. Men boya bir ishni so'yayotganini ko'rganda qildim. Ko'rganda qanday ko'rding, ahmoq? Ko'rdim, to'g'ri. Biz bu maylarga ishning meni qo'shidi deb, bu aldamchini xalq olamiga oshkor qilib, rost juut qilib ketayli. Bo'lamda? Xalq ishini ham boshlaydi. Ahmoq, dalasak 10 odamning 4 ishisi bu g'alaba. Shundami? Voy. Ha? Bu sizlar texi bormi? Biz sizlar qo'shilishib olaylikmi deb turdik. Siz sizlarmi? Vidolashib qaytildi deb. Ha, boyib qo'shlashganimiz hisob bo'lmabdi-da. Unda qo'sh. Qo'shma? Qo'sh. Ko'rimiz texi. Xo'sh. Ko'rdik. Xo'sh. Qo'sh. Sopini, ishma qo'shgan 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 sopini. Nuruz geldi bahar geldi.